الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli ahli iman, ahli İslam, mu'min, musulmon birodarlar, mana bugungi sayyidil ayyam, hajjil masokin bo'lgan bir fazilatlik ulug' kunda, ulug' ibodatga, juma namozini o'qimoqqa uzoq yaqindan ozoda libosu toza qalb va poyi tahorat masjid sari qadam qo'yib keldingiz. Ilohiy ibodatlaringizni Alloh dargohida qabul aylasin. Alloh taoloni bu baxti saodati muborak bo'lsin. Dunyoda 1000 yil yashang, Allohni tanimay o'tib ketgandek baxtsiyalik yo'q. Qanchalik Alloh umr bersa, Allohni tanib o'tishmoqlikni Alloh nasib etsin. Ilohiy juma namozi o'qiydigan ahli namozxon bandalaridan qilgan yaratganga shukrlar bo'lsin. Muhtaram birodarlar, bugun mana shunday bir ulug' kunda ibodatimizga ozroq vaqt bor. Shu vaqtni yaratgan Alloh tan jonimizni sog' salomat qilsa, o'zi adashtirmasa, o'zi ilhom bersa, o'zi kuch qudrat bersa, fahm farosat bersa, shu Qur'onni qalbi bo'lgan sura Yosinni tafsirini boshlaymiz. Hazrat Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, har bir narsani qalbi bor. Har bir narsani, har bir zotning qalbi bor. Mana insonni ham qalbi, bu markaz, bu qalb. Mana shu qalb ayniydi, vücut ayniydi. Qalb to'g'ri bo'ladi, vücut to'g'ri bo'ladi. Har bir narsani qalbi bor. Qur'onni qalbi sura Yosin degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Yana davom etgan ekanlarki, kimki ixlos e'tiqod bilan sura Yosinni bir marta o'qisa, 10 marotaba xatmi Qur'on qilganning savobini Alloh taolo beradi degan ekanlar. Muqallab ibn Yassordan rivoyat qilinadi bu hadis muborak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, o'liklaringizga Yosin o'qing. Ya'ni bu yerda o'liklar deganda, ya'ni jon berayotganlaringizga sura Yosinni o'qib turing. Yana Abu Dardo raziyallohu anhudan rivoyat qilinadigan hadisda aytibdilarki, Sarvari olam aytibdilar, jon berish oson bo'ladi va unga yengilchiliklar bo'ladi. So'roq savolda shu o'layotganlaringizni tepasida Yosinni o'qib turing. Juda bu sura hikmat egasi. Hali Jabrail alayhissalom vahiy qilib olib kelmasdan sura Yosinning har bir harfini, hikmatini Alloh taolo bevosita payg'ambarimizga bildirgan ekan. Oysha onamizdan rivoyat qilinadi bu hadis muborak. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, Qur'onda bir sura bor. O'qigan odamni shafoat qiladi, eshitguvchining gunohi kechiriladi. Bu sura Yosin degan ekanlar. Takrorlayman. Sarvari olam aytgan ekanlar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qur'onda bir sura bor. U surani kim o'qisa, u sura uni shafoat qiladi qiyomatda. Eshitganlarni, sura Yosinni eshitganlarni gunohi kechiriladi.
Bu surani oti sura Yosin degan ekanlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Bizni endi ko'pchiligimiz loqaydrog'imizda shu o'qisak-u masjiddan tezroq chiqib ketsak. Mayli, xizmatga boradiganlar chiqadi. Borib xizmatga bormaydi ham, bekor ayoqda valaladan yuradi, yo bir haligi to'yga shoshiladi. Qani sahar turdingiz uyqudan savobni deb, Allohning buyurgan farzini deb, bomdodni o'qigandan keyin qani sura Yosinni boshdan oxir bitta qori o'qisa, har bomdodda uni maza qilib odamlar eshitsa. Ana eshitganlarni ham gunohi mag'firat, o'quvchiga haliginday savob. Ushbu surani nomi endi mashhur nomi Yosin, yana bir sifat nomi Dofi', yana bir nomi Qozi. Dofi degani shu surani kim o'qib yursa hamma baloni daf etib turadi. Shu suradagi ixlos muhabbat. Ya'ni Alloh. Aslida sura emas, u Alloh. Bu ham Allohning so'zi. Qozi degan nom hojati. Kimki bu surani o'qib Allohdan hojat so'rasa, hojatini Alloh ravon qilar. Qabul. Hojati baror bo'lar. Ey birodarlar, hamma narsa muhabbatda. Shunga ham g'ash keladiganlarimiz bor hozir ichimizda. Bitta suraga yo'q, bu Allohning so'zi, bu hech qanday shirk, bu Allohning o'zining so'zi. Bunga mana sahobalar, ulug' zotlar shunday baho beryapti. Inson ixlos bilan yashash kerak, muhabbat bilan yashash kerak. Bizni musulmonlarning unaqa behisob mol dunyo boyligimiz yo'q. Bizni boyligimiz shu suralarni o'qishimiz, suralarni o'zimiz o'qib yurishimiz, shularni o'qishni bilishimiz. Biz mundaychasiga olganda mana shu narsa bizni boyligimiz, behisob boyligimiz. Shuni yaxshi ko'ramiz, shunga ixlos qilamiz. Ba'zi mufassirlar Yosin ma'nosini yo sayyidal mursalin deb payg'ambarimizga ey payg'ambarlar sayyidi deb Alloh xitob qilyapti deyishibdi. Lekin ko'pchilik mufassirlar Yosin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning nomiki Alloh shu nom bilan chaqiryapti. Yosin, Toha, Muzammil, Muddassir. Payg'ambarimizni Alloh shunday deb Qur'onda chaqiryapti. Yasin, Toha bular sarvari olami nomlari deydi. 7 ta nomlari kelgan Qur'onda sarvari olami. Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Ahmad sallallohu alayhi vasallam, Mahmud sallallohu alayhi vasallam, Yasin, Toha, Muzammil, Muddassir. Endi mana yaratgan Allohim o'zi fikrimizni, fahmimizni tuzuk etsin. Ilohi men ham to'g'ri yetkazay. Xatosini Allohning o'zi kechirsin. Biz ham bir ojiz bandamiz. Endi bu Yosinni yana aksar olimlar Allohu a'lamu bi murodihi. Alloh o'zi yana bilguvchiroqdir buning ma'nosini. Nimani irod qilayotgan Yosin deyilibdi. Ba'zida payg'ambarimizning oilalarini ham Oli Yosin deyilar ekan. Ya'ni Yosin oilasi. Ya'ni payg'ambarimizning shu nomlarini aytib qilingan nom bo'lar ekan.